rad etildingiz deb сообщение kelgan. Lekin mana shu rad javobi menga motivatsiya bo'lib 100-608 ball yig'ib shu o'qishga kirganman. Ощущения были, конечно же, как бы волнительные. Я думал, как бы не поступлю. Я вот думаю, еще не поступлю, но вот Xudo xohlasa, вот иншаллах я поступлю и здесь буду учиться. Salohiddinov Azimat Sirojiddinov bo'laman. Ko'rib turganinglarda Profi universitetiga kirdim. Stomatologiya fakultetiga topshirdim. Hozir stomatologiya fakultetining 1-kurs talabasiman. Boshida shu bir kelganimda atmosferasi yoqqan edi universitetda. Tavakkalga bosib chiqib ketganman. Keyin menga rad etildingiz deb сообщение kelgan. Tushkunlikka tushib qolganman endi. O'zingizlar bilasizlar, qanaqa bo'lishini, ichingizdan nima uchun. Lekin mana shu kelgan rad javobi menga motivatsiya bo'lib, yuragim yonib, shu narsaga intilaman, kiraman deb qayta tayinlanib, o'qib hamma narsani kelib ikkinchisi topshirganimda 100-608 ball yig'ib shu o'qishga kirganman. Abituriyentlik paytlarimda ustozlarim menga aytishgan, Profi universitetiga topshir, atmosferasi zo'r, o'quvchilari zo'r deb. O'zim kelganimda shu atmosferasini ko'rib, xushmuomala odamlarni ko'rib, shu universitetni tanlaganman. Bu universitetda hammaga tavsiya bergan bo'lardim. Sohanglarni profis bo'lish xohlasanglar, Profi universitetiga topshiringlar. Yaxshiyam borsan Profi universitet.